Assalomu alaykum, endi vaqti xabarlar dasturi. Studiyada Davron Asfanov. Bugungi dasturimizda bugun O'shda Qirg'iz Respublikasining 2015-2017 yillardagi ijtimoiy rivojlanish dasturi muhokama qilindi. Ayog'ina cheyin ko'ptagan kamchiliklari bor. Ikki qirg'iz fuqarosining qozoq chegarachilari ushlab turibdi. Batken rayonining hududidagi Ko'ktosh-Oqsoy Tamdiq yo'lining qurilishi jonlandi. Ko'pirning ikki joyidagi yo'lning qurilishi boshlandi. Bugun O'shda Qirg'iz Respublikasining 2015-2017 yillardagi ijtimoiy rivojlanish dasturi muhokama qilindi. Muhokamada ishlab chiqilgan dasturda kamchiliklar ko'p ekanligi bildirildi. Bu haqda davra suhbatida ishtirok etgan Jo'g'ri Kengashning ayrim deputatlari aytishdi. Loyihaning qanday kamchiliklari bor, yana qanday qo'shimchalar qo'shilishi kerak? Batafsil muxbirimiz lavhasida. Davra suhbatiga O'sh, Jalolobod va Botken oblastlarining ijtimoiy taraqqiyot tarmog'idagi xodimlar, fuqaroviy jamiyat vakillari, ekspertlar, shuningdek Jo'g'ri Kengash deputatlari qatnashdi. Avval 2015-2017 yilgacha ishlab chiqilgan dastur bo'yicha ma'ruza qilindi. Har bir жылга ulg'aygan jarangda pensiyaning bazalik bölümünden төмен bo'lgan sotsial to'lovlarni татыктуу деңгээли жана сапаттуу социалдык кызматтарга жетүүсүн камсыздоо болуп эсептелет. Bu dasturni idoralararo ishchi guruh ishlab chiqqan. U asosan ijtimoiy qo'llovga muhtoj oilalar, bolalar va imkoniyati cheklangan fuqarolarning masalasini hal qilishda sistemali va manzilli ishlashga qaratilgan. Misali eski strategiya bo'yicha biz maraki direkt pulun ölçümün ikisiga misali o'tkamizda egarda 2011-yili kepildigan eng tuman kirishgan o'lchami 370 so'm bo'lsa, былтыркы 1-noyabrdan boshlab 640 so'mga cheyin biz yetkazganmiz. Bu yil bo'lsa, maraki 1-noyabrdan boshlab kepildigan eng tuman kirishgan o'lchamin biz dagi 705 so'mga cheyin chiqaramiz. Dasturda ko'rsatilgan rejalarni amalga oshirish uchun yil sayin 9 milliard so'm mablag' sarflanadi. Loyiha bo'yicha ma'lumot berilganidan keyin dastur tanqidga uchradi. Deputat Irg'al Qadraliyeva dastur to'laqonli ishlab chiqilmaganini aytdi. Unga ko'ra, mablag' konkret ko'rsatilmagan. Ayog'ina cheyin ko'ptagan kamchiliklari bor. Finanslоо жагы социалдык коргоо чараларынын негизинде жүргүзүлүп жатса, ал эми программанын өзүнүн максаты жана түзүлүшү категориялык түрдө түзүлүп калган. 15 жана 17 жылдын программасы кеч келип жатат. Регионалдык талкууларда атайын ошол пособияны алуучулар жеке министрликтин кызматынан пайдалануучулардын катышуусу төмөн, бүгүн дээрлик катышуусу жок десем жаңылышпайм. Deputat Nodira Narmatova dasturga to'liqlovlarni kiritish kerakligini aytib, bir qancha takliflar berdi. Uning aytishicha, faxriy nafaqaga chiqqanlarga beriluvchi nafaqaga yil sayin foiz qo'shilib turadi. Biroq, shuningdek foiz imkoniyati cheklanganlarga berilmaydi. Xalq vakili bularning ikkalasini ham teng olib ketish kerakligini aytdi. Shuningdek, ishlamay o'tirgan ayollarni, imkoniyati cheklangan farzandlarini qarash bilan cheklanib qolgan ota-onalarga ham nafaqa puli berilishi kerakligini, nogironlik guruhi birinchi marotaba qanday bo'lsa, keyin ham shunday qolsin deganini va Botken voqeasi ishtirokchilari Chernobil, Afg'on urushi qatnashchilari bilan teng ko'rilishini aytdi. Mizamdashtirib qo'yishimiz kerak. Ошол Баткен окуясыны эске алып туруп, негиздеп туруп, ар кандай мезгилде ушундай бир туура эмес көз караштарда өзүнүн эрдигини, салымын кошкон ата-уулдардын кепилдиги сакталат деген мазмунда биз социалдык коргоо максатында колдоого ала турган багыттарды белгилеп коюшубуз керек да, тууру. Ошол максатта мен айтып атам. Себеби Баткенде катышуучулардын наразычылыгы бүгүнкү күндө мамлекетке барды. Bundan tashqari Irg'al Qadraliyeva dastur 2017-yilga chiqishi bilan bojxona ittifoqiga kirish tayyorgarligi esga olinmagan deydi. Unga ko'ra, dekret to'lovlari o'lchamini ko'tarish kerak. Shuningdek, fosterlik oilalar to'g'risida masala ko'tarildi. Fosterlik семьяга бере турган болсок 18 000 сом. Эмне үчүн биз 18 000 сомду fosterlik семья дебейли, ата-эненин өзүнө берип, бир алдын алуу иш-чараларын жүргүзбөйбүз. Биз жараны дарылабай туруп эле кесип салуу жагын карап атабыз да, бир адамдын органын дарылабай туруп эле кесип салсак, кесип салып быргытып жиберсек деп атабыз да. Андан көрө биз ошол 499 сомду көтөрүү менен пособияны көтөрүп, минималдык керектөөгө чыгарбай эле, бирок бир белгилүү өлчөмгө баланы бир ай камсыздай ала турган өлчөмгө алып чыга турган болсок, анда
ошол баланы детдомго таштоо, мамлекеттен чыгым кетирүү жана фостердик семья деп убара болбойт элек. Dastur Respublika xalqini 2012-2014 yillarda ijtimoiy himoyalashni rivojlantirish strategiyasini davom ettirib va so'ngiga chiqarish kerakligi bilan tayyorlangan. Biroq fuqaroviy jamiyat vakili Aqilbek Tashpo'latov bungacha strategik dasturga kirib, biroq bajarilmay qolgan ishlar bu yerda ko'rsatilmagan deydi. Shuningdek, loyiha ishlab chiqilishida umumiy yozilgan, konkret ko'rsatilmaganini Har aytadi. bir mamlaketlik organlarda, ушундай социалдык, маданияттык имараттарда сөзсүз ушундай пандус болуш керек, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек деген киргизебиз деген эчтеке киргизилген жок, эч кандай иш аракет жасалган жок. Эмне үчүн ушул программага жаза берет, азыр элге алып чыгат, мына биз программа алып иштеп чыктык деп. 2 жылдан кийин кайра эле ошол программаны же аткарылбай, же ошол эстен чыгарып, башка программа иштеп чыгып, биздин төлөгөн салыктарыбыз ошол ойдон жок болуп, ошол ойдон калып калат мындай программалар. Dastur muhokamasi shu bilan hududlarda ikkinchi marotaba o'tkazilishi. Ungacha Chuy oblastida ham qaralgan. Yaqin kunlarda Issiqko'l, Norin, Talas oblastlarida o'tkazilmoqchi. Shuning asosida to'liqlovlar kiritilib, dastur ishlab chiqilmoqchi. Eslatib o'tamiz, bugungi kunda respublika bo'yicha 115 ming oila, 316 ming bola nafaqa puli oladi. Sherzod Yusuf, Nazgul Axunova, A'zam Buzrekov, Intimaq. Ikki qirg'iz fuqarosi qozoq chegarachilari qo'lda qolmoqda. 12 avgustda Qozog'istonning chegarasidan noqonuniy o'tib, chegarachilarga qurolli qarshilik ko'rsatgani aytilgan ikki qirg'iz fuqarosi Olmaota oblastidagi Qorasoy chegara bekatida ushlab turilibdi. Bu haqda bugun chegara xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 3 qirg'iz fuqarosi bilan qozoq chegarachilari o'rtasidagi otishuv 12 avgustda Qozog'iston hududida yuz bergan. Qorasoy chegara bekatining chegarachilari otda yurgan 3 kishini qo'lga olishga harakat qilganda ular qarshilik ko'rsatgan. Jarohatlanganlar bo'lmagan. Ularning 2 nafari qo'lga olinib, biri qochib ketgan. Bugun Qirg'iz Respublikasining vitse-premyer ministri Elvira Sariyeva maktabdagi darslar avvalida o'tkaziluvchi jismoniy mashqlar yig'indisining yuz ocharida qatnashdi. Maktab o'quvchilarining yosh tarkibiga ko'ra 3 guruh uchun mashqlar yig'indisi Qirg'iziston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport davlat agentligi tarafidan ishlab chiqilgan. Elvira Sariyevaning bildirishicha, respublikada sog'lom, bilimli, madaniyatli o'lka dasturi o'z ishini boshlamoqda. Mazkur programma qismi qatori maktablarga sog'liqni tiklovchi jismoniy mashqlar kirgizilmoqchi. Kuzatuvlarga ko'ra, maktabda o'qiy boshlagach, bolalarning jismoniy harakati cheklanib, ularning 67% umurtqasiga ziyon tegadi. Yoshlar orasida yurak, qon tomir kasalliklari bilan og'riganlar soni keskin o'smoqda. Men bu loyihani ota-onalar tushunib, qo'llashiga ishonaman. Mashqlarni bajarish kelajak avlod sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatib, kelajakda yoshlarning katta sportga yo'l olishiga imkon beradi, deb ta'kidladi vitse-premyer ministr Elvira Sariyeva. Qirg'iz Respublikasining Mehnat migratsiya va yoshlar ministrligining O'shshahar boshqarmaligida chet o'lkalarga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolarga tushuntirish ishlarini olib boradi. Bugun Ulubka jamoatchilik fondi tarafidan muhojirlikning qiyinchiliklari haqida ma'lumot berildi. USAIDning moliyaviy dastagi ostida 25-kadr loyihasi amalga oshirilib, Ulubka jamoat fondi tarafidan hozirda aholiga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Mazkur loyiha asosida ayrim yashovchilar hech qanday ma'lumotsiz boshqa o'lkaga chiqib ketishga tayyorlanib, boruvchi yurtning tili, qonunlari bo'yicha qiziqmaganligi natijasining oqibatlari to'g'risida ma'lumotlar berildi. Негизи маалыматты берип атабыз. Мындан тышкары маалыматты берип, түрдүү мына жерде көрсөңөр керек, раздаточный материалдарды кыргыз тилинде, орус тилинде берип атабыз. Андан тышкары коомдук бирикме ошо көп жылдан бери мисалы аэропортторго барып, автовокзалдарга барып, ошо жерде кетип аткан мигранттарга ошо баягы миграция боюнча маалыматтарды берип, ошол адам сатууга дуушар болбош үчүн эмне кылыш керек экенин бар жогу маалыматты бергенге аракет кылабыз да. 9 oydan beri tushuntirish ishlarini olib borayotgan Ulubka jamoatchilik fondi ko'p hollarda talabalar bilan ish olib boradi. Chunki shahardagi oliy o'quv yurtlarining talabalari turli hududlardan kelgani bois, ular ma'lumotlarni yaqinlariga yetkazib beradi. Bundan tashqari ishtirokchilarga muhojirlarning hayoti aks etgan teatrlashtirilgan lavhalar namoyish etildi. Hozirda qirg'izcha so'zlayaptimi? Qirg'izmisiz? Qirg'izsizmi? Qayerdan kelding sen? Sen qirg'izsan. O, Batkendan bo'lam.
Batkendan keldingmi? 2008-2010 yillari Rossiyaga mehmon qatori borib, yana ishlab qaytgan Mavluda Ergasheva hujjatining to'g'ri emasligidan qiynalayotgan muhojirlarning aksari bilan suhbatlashganini aytadi. Shunday bo'lib o'tayotganki, pasportni berib qo'yib, ishga kirishga ular 3 oyga разрешение работы olishar ekan. Ular разрешение работы olganda, ularga o'rtamchi bo'lib o'tayotgan odamlar shunga berib qo'yib, ular aldab ketayotgan ularni. Shunda ular ko'chada qolib ketayotgan. Shuning uchun borganda men ularga yana o'qitirdim ularga. Sen zakon bo'yicha kelib, o'sha ishga joylashsang, o'zing borib turib ishga kirishkin boldarim dedim. Undan keyin u boldan meni ko'rib, menga rahmat aytdi bolam. Rossiyada so'nggi yillari ish izlab ketganlar ko'paygani bois ichki muhojirlarga bo'lgan talab kuchaygan. Biroq ayni vaqtda hujjatlari to'g'ri bo'lgan ish izlovchilarga ham imkoniyat yaratilgan. Mutaxassislar Qirg'iziston Respublikasining Mehnat, migratsiya va yoshlar ministrligining O'sh shahar boshqarmaligi orqali ish bilan ta'minlanishini istaganlar ko'payganini bildirishmoqda. Agar Rossiya Federatsiyasining aymog'ina borib ishlaymiz degan qaluvchilar bo'lsa, ular so'ragan kesiplarga ие bo'lsa, adam bizning jarandar bilimi bo'lsa, qandaydir emgak stajı to'g'ri kelgan bo'lsa, bizde atayın rezyume anketa to'ldiriladi, pasportning kopiyasi, surati bo'ladi. Migratsiya ministrligining ma'lumoti bo'yicha hozirda Rossiyada qurilish ishlariga tikuvchilikka 700, Qozog'istonda 300, Dubayda 350 bo'sh o'rin bor. Bundan tashqari Koreyaga ham jo'natish ishlari ko'rilgan. Biroq so'zsiz muhojirlarning boruvchi o'lka tilini bilishi, ularga yengilliklar berishi bildirilgan. Davron Nasibxonov, Albina Joloyeva, Zair Abdukarimov, Intimaq. Hukumat Qumtor bo'yicha kelishimga erishishni tezlatishni ma'qulladi. Chorshanba kuni Qumtor masalasi hukumatning maxsus kengashmasida ko'rilib, unda kanadaliklar bilan kelishuvga erishishni tezlatish taklif qilindi. Bu haqda Qirg'izaltinning rahbari To'qon Mametov bildirdi. Uning aytishicha, kanadaliklar bilan so'zlashuvlar iyul oyidan faollasha boshlagan. Shu boisdan sentyabr oyida parlament qaroriga Qumtor bo'yicha kelishim loyihasi tayyor bo'lmay qolishi mumkin. Batken rayonining hududidagi umumiy uzunligi 24,5 chaqirimni tuzgan Ko'ktash Aqsay Tamdiq yo'lining qurilishi jonlandi. Birinchi ish ko'prikning o'rnini tayyorlash va poydevorini tiklashdan boshlanadi. Qurilish ishlarini chegara masalalari bo'yicha hukumatning vakili Qurbonbay Iskenderov, transport va aloqa ministrining o'rinbosari, mahalliy hukumat vakillari nazorat qilmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Ko'ktosh Aqsay Tamdiq yo'lining qurilishi o'tgan yilning dekabr oyidan boshlangan. 3 oy muddatga belgilangan qurilish ishlariga hududdagi talash yer maydoni sababli to'siq bo'lmoqda. Ishlab turgan texnikalar chiqarib ketilgan. Эми ошодон бери эки тараптуу жолугушуулардын негизинде 3-4 келишимге кол коюлган. Ошолордун негизинде мына кече күнү өкмөттүн адамдары менен биргеликте бул жерде чогулуш өтүп, ошо чечим кабыл алынып, мына бүгүнкү күндө ушул Көкташ Аксай Тамдык жолунун 7-километриндеги көпүрөнүн qurilishi, anam köprünün iki jag'ındagi yo'lning qurilishi boshlandi. Ko'ktash Aqsay Tamdiq yo'lining umumiy uzunligi 25 chaqirimga yaqin. Yo'lni qurish ishlariga 36,800,000 so'm mablag' ajratilgan. Hududdagi qurilish xarajatlarini aylanma yo'l orqali olib kelinadi. Hukumatning chegaralarini aniqlash bo'yicha vakili Qurbonali Iskandarov Qirg'iz-Tojik chegarasi aniqlanadigan vaqtda masala qayta so'zlashuvlar orqali hal qilinishini aytadi. Если тақырлы ошол жерде Тайстан тарап макул болбойбуз деп туруп ала турган болсо, анда биздин башка варианттарыбыз бар, айланып өтөтөн жолду курууга болот. Эми тажик тарап ар кандай шылтоолорду айтып атышат, бирок шылтоолордун жүйөсү жок. Бул делимитация маселеси өзүнчө маселе, бул жол куруу маселеси башка. Бул жол курулган азыр биздин толук аймактан куруп атабыз, эч кандай Тажикстанда тиешелүү аймакка киргенибиз жок. Ta'kidlab o'tsak, yo'lning qurilishi talash bo'layotgan hududdagina emas, Aqsay qishlog'i tomonidan boshlangan. Qurilish aniqlanmay maydonga kelganda qaytadan ikki xalqning o'rtasida kelishmovchilik bo'lmay qolmaydi deb kafolat beradiganlar yo'q hisobida. Avval ish Kereshnef daryosi orqali o'tuvchi ko'prikning poydevorini tayyorlash bilan boshlandi. Qurilish jarayoni va ishchilarning xavfsizligini militsiya xodimlari nazorat qilmoqda. Sherzod Yusuf, Medir Niyazaliyev, Intimaq. Hukumat tomchilatib sug'orish usulini rivojlantirish uchun direksiya tuzishni mo'ljallagan. Bu masala birinchi vitse-premyer ministr Tayirbek Sarpashev tarafidan ko'tarilib, bugun maxsus kengashmada ko'rilmoqchi. Hukumat bugun shuningdek Rossiyaga qishloq xo'jalik,
dehqonchilik mahsulotlarini eksportlash bo'yicha maxsus yig'in qurdi. Unda Qirg'izistonning eksport imkoniyatlari ko'rilib, rivojlantirish yo'llari o'rganiladi. O'sh shahrida 7 oyda 114 yong'in ro'yxatga olindi. Joriy yilning 7 oyi davomida O'sh shahri bo'yicha 114 yong'in yuz berib, keltirilgan moddiy ziyon 12 million so'mdan oshgan. O'sh shahar o'tga qarshi davlat xizmati boshqarmaligining ma'lumotiga ko'ra, bundan tashqari ro'yxatga olingan 82 yong'in oqibatida 8247 yong'in xususiy uylarda yuz berib, 6 million so'mdan oshiq ziyon ko'rildi. O'tning chiqishiga aksariyat hollarda elektr jihozlaridan foydalanishdagi ehtiyotsizlik sabab bo'lgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Dasturimiz so'ngida sizni ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Men esa siz bilan xayrlashaman. Omon bo'ling. Qirg'izgidromet markazining ma'lumoti bo'yicha 15-avgustda havoning harorati kechasi Batken oblasida 15-20, kunduz esa 23-28 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblasida kechasi 16-21, kunduz esa 25-30 daraja. Jalolobod oblasida ham kechasi 16-21, kunduz esa 25-30 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Norin oblasida kechasi 6-11 daraja iliq, kunduz esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Talas oblasida kechasi 11-16, kunduz esa 20-25 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'lda kechasi 12-17, kunduz esa 20-25 daraja. Havoning harorati Chuy oblasida kechasi 16-21, kunduz esa 24-29 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Poytaxtimiz Bishkekda 15-avgustda yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 18-20, kunduz esa 27-29 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 19-21, kunduz esa 28-30 daraja issiq bo'lishi kutiladi.